alaykum hurmatli qadrdonlar. Mana issiq kunlar ham boshlandi. Havolar ancha yaxshi bo'lib qoldi. Hozir bog'imizda ishlarimizni boshlab oldik. Ishchilar kelishgan, ishlashyapti. Qiladigan ishlarimiz bu daraxtida ko'rayotgan bo'lsalaring, ko'p shoxlarni kesib tashlaganman, olib tashlaganman. Yangi shoxlarni hozir 45 darajada qilib hozir bukib chiqyapmiz. Bu keyingi yil uchun. Bu yerdan hali urug'laydi, urug' chiqadi. Tikka qoldirib bo'lmaydi bu shoxlarni. Shu holatda 45 darajada buklab yotqizib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va mana qimirlab turgan mana bog'lamabdi hozir. Bog'lab chiqish kerak bo'ladi. Koreyada odatda tayfun ko'p bo'ladi. Shamol qattiq esgani uchun shu holatda sim qilib chiqishgan hamma bog'larga. Biz ham sim qilganmiz. Ko'rib turganlaringlar. Shu simlarga bog'lab chiqiladi. Nimada shamolda mevalar to'kilib ketmasligi uchun, qattiq shamol bo'lganda mana shoxlar o'ynab ketadi-da. Shuning uchun shunaqa qilingan.